Trustbank xususiy aksiyadorlik banki tomonidan Mastercard xalqaro to'lov tizimi kartalari egalari uchun tashkil etilgan Trustbank bilan birga bo'ling va sovg'aga ega bo'ling aksiyasi yakunlari e'lon qilindi. Tadbir Toshkent shahridagi Navro'z bog'ida bo'lib o'tdi. Unda bank rahbariyati, Mastercard vakillari, bank mijozlari, ommaviy axborot vositalari xodimlari hamda keng jamoatchilik ishtirok etdi. Mazkur aksiya 2025-yil 1-oktyabrda boshlanib, 2026-yil 28 fevralgacha davom etdi. Unda qatnashish uchun Trustbank tomonidan emissiya qilingan Mastercard kartasi orqali bir kun davomida kamida 10 AQSh dollari miqdorida tranzaksiya amalga oshirilishi talab etildi. Bundan tashqari bayramona o'tgan tadbir davomida bank faoliyati va xizmatlariga oid interaktiv savol va javoblar tashkil qilinib, faol qatnashchilarga esdalik sovg'alar topshirildi. Anhor lokomotivga aylanishga keldik va qarasak, bu yerda Trustbank aksiya uyushtirayotgan ekan. Bizga juda ham qiziq bo'ldi. Biz aksiyada ishtirok etmagan bo'lsak ham, biz zavqlandik, chunki atmosferasi juda ham zo'r bo'ldi. Hammamizni kayfiyatimizni ko'tarib berishdi va bu yerda biz o'zimiz o'z ko'zimiz bilan ko'rdikki, to'shda bu rostdan hamma narsa o'ynalyapti. Chunki randomdan ko'rib yutgan odamlarga qo'ng'iroq qilib, hammasi rostligiga guvoh bo'ldik bugun. Va hamda shu aksiya doirasida biz muxlislarga ular viktorina uyushtirdi. Shu viktorinada bitta g'olib bo'ldim va qimmatbaho sovg'a yutib oldim Trustbankdan. Bunga juda ham minnatdorman. Aksiya doirasida ishtirokchilar uchun qimmatbaho sovg'alar, jumladan AQShga 2 kishiga mo'ljallangan 10 kunlik sayohat yo'llanmasi, Samsung TV televizorlari, Samsung Kriush mashinalari, iPhone 16 Pro smartfonlari, Apple iPad Air 11 planshetlari va elektrosamokatlar o'ynaldi. Aksiyaning bosh sovrini esa Xitoyda ishlab chiqarilgan Lixiang Li 7 gibrid avtomobili bo'ldi. Sovrindorlar aksiya ishtirokchilari orasidan tasodifiy tanlov asosida aniqlandi. Jarayon bank mijozlari, ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik vakillari ishtirokida ochiq va shaffof tarzda o'tkazildi. Tadbir bankning rasmiy ijtimoiy tarmoqlari orqali jonli efirda ham namoyish qilindi. Yakunda bosh sovrin Lixiang Li 7 avtomobili Namangan viloyati 3 tumanida yashovchi Iqbolxon Dadaxonovaga nasib etdi. Namangan uychi, qanaqa mashinada yurasiz? Aka, siz Trustbank tomonidan qo'yilgan Lixiang 7 avtomobilni yutib oldingiz. Trustbank hamda Mastercard bilan birgalikda o'tkazgan aksiyamizni bugun yakuniga yetdik. Aksiyamizda 1,5 mingga yaqin ishtirokchilar qatnashdi va qimmatbaho sovg'alarga ega bo'lishdi. Bu aksiyada 10 AQSh dollari va undan yuqori bo'lgan tranzaksiyalarni amalga oshirgan ishtirokchilar qatnashdi. G'oliblar jamoatning oldida random orqali aniqladik. Va bu shaffofligini ishtirokchilar mana shu konkursimizda kelgan mehmonlar ko'rib amin bo'lishdi. Tadbir doirasida elimiz suygan san'atkorlar o'z chiqishlari bilan yig'ilganlarga yanada yaxshi kayfiyat ulashdi.